Tumares? Nimdaysiz bova? Bir ishga buyuribdingiz? Yo'q, unutib qoldingmi? Bugun kunga nima? Rost, yakshanba. Topshiriq bilan bo'lib ketib, esimdan chiqibdi. Texi ishlab bo'lamidingmi topshirig'ingni? Hozirla tegatdim. O'ltiramisa. Sana bugun insonlarning do'sti Qalg'ash haqidagi hikoyani aytib beray. Ajab yaxshi. Men Qalg'ashni bek yaxshi ko'raman bova. Uçar qanat, canı canvarlar apridi bo'lib, uzun o'tmay, ularga har xil yem-xeshak, oziq-to'liklar taqsim qilinib berilibdi. Biroq yılanning puti bo'lmag'achqa, so'rilib mengib, taqsimot yig'iniga kechikib qopti. Buni ko'rgan Sulaymon podshoh uning xohlagan bir oziqlik tepib olishiga ruxsat qilibdi. Shuning bilan yılan o'zi oziqlik izlamoqchi bo'ldi. Biroq u izda hech bir oziqlik topolmay bechora holga tushib yetibdi. Buni ko'rgan pasha yilonga ish og'ritib, uning uchun oziqlik izlab yo'lga chiqibdi. Pasha oziqlikni tepib oldirib ketib etib, Qalg'ashni ushirtib qopti. Hey pasha, nima chaldirish? Ozroq orom elib mamam sen. Ay bo'lmaydi. Ilon akam men qarabli qoldi. Voy, nima chiqasan onunga? Qarab qasning bo'ladi. Nimanda chimmaydansan? Ilon akamning puti yo'qdirsa, onunga yordam qilmasam bo'lamdi. Hey, onunga zodi nima yordam qilyapsan? Onun uchun oziqlik tepib, shu xabarni yetkazay deb ketyapman Qalg'ash qiz. Shunday qilib, nima topding zodi? Odamning qinini. Ha? Men qara pasha, sana ko'nglimdakin desam, sening bu ishing bir jinoyat. Nima? Bilishing kerakki, dunyoda g'alchilikdan eski ish yo'q. Chunki tayyor topni g'alchilar paydo qiladi. Uning ustiga hayotlikning sardori bo'lgan odamni ziyon uchirtishga qanday ko'ngling unidi? Oye, menga aqli yetmaydi dema ishingni qila atash. Haras, odamning qini tatliqmikan? Ajoyib tatliqkan. Natayi? Ishonmamsan, odamning qinining ta'mi og'zimda bor, tetib baq bo'lmasa. Chiqara tilini. Hey paşa, nima hayal bo'lasan? Menga qanday oziqlikni xabarda kelding? Hey, gap qil deymi? Hey, so'ram. Gapni tuzuqin. Ona nima deyotganligini men bilaman. O nima deydi? O dunyoda hammadan bek taqamakini tatliqda deydi. Quruq gap. Men bilmaydigan paqimi u. Atidan kash kishi patqoqda yursa, uning qini tatib qiladimi? Menga nima qilsan? Sening g'alchang shunday tavassa, ishonmasang, oshigochidan so'rab bilib ol, tayyor top. Senlarni toza otdan bopildim-g'o, kasofatlar. Shundoq qilib Qalg'ash insonlarga cho'ng bir yaxshilik qilgan ekan. Kishilar Qalg'ashning bu ishini uqqandan keyin o'z o'ylaridan o'rin berishibdi. Qalg'ashlar shundan e'tiboran odamlar bilan birga yashab etibdi.